Assalomu alaykum. Qanchadan qancha insonlar bor. Kasallik sababli tushkunlikka tushib qolgan. Avvaliga oddiy og'riq keladi. Keyin analizlar, dorilar, shifokorlar va bir vaqt kelib inson faqat kasalligi haqida o'ylay boshlaydi. Yuragida qo'rquv paydo bo'ladi. Men endi tuzalmasam-chi? Bu kasallik butun umrga qolsa-chi? Aslida ko'pchilik bilmaydigan bir haqiqat bor. Ko'p kasalliklar faqat tanadan emas, balki qalbdagi og'riqlardan, qo'rquvlardan va yillab yig'ilib qolgan stresslardan boshlanadi. Inson ichidagi og'riqdan xalos bo'lmasa, tanasi ham to'liq shifo topmaydi. Sizga savol. Misol uchun deylik, siz dorini qabul qildingiz va mana shu dori tabiiyki mana shu kasallik simptomlarini vaqtincha to'xtatishga yordam beradi xolos, to'g'rimi? Va siz mana shu demak kasallikni simptomlarini dorilar yordamida vaqtincha to'xtata olasiz. Lekin sizdagi hissiyotlar, ya'niki o'sha og'riqlar, yillab davom etgan stresslar, bular hammasi sizni demak xotirangizda saqlanib qoladi. Ya'ni bu dorilar stresslarga ta'sir qiladimi? Bu dorilar tabiiyki stresslarni yo'qota olmaydi, og'riqlaringizga umuman ta'sir qila olmaydi. Va siz bu dorini ichasizda tanangizdagi kasalliklardan xalos bo'lishni kutasiz. Nima bo'ladi? To'g'ri, bu dori sizga vaqtincha og'riqni qoldirishga yordam beradi, ma'lum bir simptomlarni demak to'xtatishga yordam beradi vaqtincha. Lekin sizni haliyam xotirangizda o'sha qo'rquvlar, o'sha deylik stresslar haliyam bor. Va aynan mana shu stresslar sababli sizni tanangizda aslida kasallik paydo bo'lgan edi. Va mana shu stresslar haliyam bormi? Ma'lum bir vaqt o'tadi. Siz dori yordamida demak o'sha simptomni vaqtincha to'xtatgan bo'lsangiz, bu yoqdagi og'riqlar yana vaqt o'tib tanada o'zini kasallik sifatida namoyon qilishni boshlaydi. Tushunyapsiz-a? Qanchalik insonlar, judayam ko'pchilik insonlar aslida kasalligiga shifo topishda xatoga yo'l qo'yishligini. Ko'plab insonlar demak tanasidagi kasalliklarni davolashda mana shunday xatolikka yo'l qo'yadi. Toki siz stresslardan xalos bo'lmas ekansiz, shunchaki dorini ichib, men kasallikdan xalos bo'laman degan fikrdan voz keching. Oddiy misol, odatda siz shifokorga murojaat qilganingizda ham sizga shunday savolni berishadi, to'g'rimi? Siz asabiylashganmidingiz? Va siz mana shu yerda tafakkur qilishingiz mumkin-da, demak, har qanday kasallik o'zidan o'zi paydo bo'lmaydi. Bu yillar davomida yig'ilgan, demak, stresslar natijasida paydo bo'ladigan holat. Tinch, xotirjam, doim xursand inson kasal bo'ladimi? Tabiiyki, doim tinch, xotirjam, xursand inson deyarli kasal bo'lmaydi. Demak, siz tanangizdagi stresslarni yo'qota olmay, faqat o'sha kasallik simptomlari bilan kurashar ekansiz, buning natijasida sizni tanangiz qayta kasallanadi va siz umidsizlikka tushib qolasiz. Nahotki men tuzala olmasam, nahotki menga endi dorilar yordam bermasa deb. Tushunyapsiz-a? Demak, sizga shunday bir ajoyib yangilikni aytmoqchiman va men qayta
Bu yangilikni aytishdan to'xtamayman ham, charchamayman ham. Ya'niki, siz bilishingiz kerak, aslida har qanday kasallikka albatta shifo bor, davo bor, faqat u dorilarda emas. Dorilar bilan birgalikda siz albatta kasallikka sabab bo'lgan asl o'sha asl sababini yo'qotsangizgina haqiqiy shifo topa olasiz. Har bir inson albattaki har bir inson uchun shifo muhim va shifo qachon keladi? Faqatgina to'g'ri yo'lni topganingizda.